bu 100% haqli tanlov. Chunki jarima maydoni tashqarisidan qaychi uslubida zarba berib gol urish deyarli imkonsiz. Masofa deyarli 20 metr. Barcha raqib o'yinchilari jarima maydoni ichida va bu vaziyatda to'pni sheriklariga oshirganda katta ehtimol vaziyat gol bilan yakunlanmasdi. Lekin vaqtida qilingan tavakkal Montielga pushkish sovrinini olib kelmoqda. 2025-yil ham deyarli o'z nihoyasiga yetdi va ushbu yil davomida biz bir-biridan chiroyli super gollar guvohiga aylandik va hatto ba'zilari Montielning golidan ham qolishmaydigan. Va bugungi videoda 2025-yildagi top 25 eng chiroyli gollarni ko'rib chiqamiz. Dastlabki gol Jahon chempionati saralashidagi Kylian Mbappening Ozarbayjonga qarshi kiritgan solo goli. Mbappe maydon markazidan to'pni qabul qilib, deyarli barcha futbolchilarni aldab darvozani ishg'ol qiladi va o'yindagi g'alabani ham aynan ushbu gol boshlab bergan. Oltin to'p uchun asosiy da'vogar Mbappe bu mavsum davomida hali bundan-da chiroyli gollarni kiritsa ham kerak. Hozircha Kylianga 25-o'rin. Keyingi futbolchi gruziyalik Xvicha Kvaratskhelia Chempionlar Ligasidagi ajoyib goli. Ushbu gol ham Mbappening golidan qolishmaydigan, asosan dribling orqali kiritilgan gol. Kvara bitta ayyorona harakati bilan raqib himoyachisini pensiyaga jo'natib yuboradi va yaqin burchakni nishonga olib darvozabon ololmaydigan kuchli zarba beradi. Premier Ligaga o'tamiz va navbatdagi super gol muallifi Richarlison. O'zi qaychi uslubida kiritiladigan gollar Richarlison uchun oddiy holga aylanib bormoqda. Jahon chempionati bunga misol. Bu yil ham Burnley darvozasiga Quddusning uzatmasidan keyin super gol kiritib, Tottenhamning g'alabasiga sabab bo'lgan. Navbatdagi gol ham Premier Liga vakiliga tegishli. Aniqrog'i Dominik Sabaslayning Arsenal darvozasiga kiritgan super goli. Ushbu gol nafaqat chiroyli, balkim Liverpoolga 3 ochko olib kelgan gol hisoblanadi. Taxminan 30 metr masofadan Sabaslay Raya darvozasini aniq poylaydi. Jonli devor ham, darvozabon ham hech nima qila olishmagan. Aytib o'tganimdek, ushbu gol Liverpoolga qimmatli 3 ochko olib kelganini hisobga olsak, ushbu shedevrning qadri yanada oshadi. Keyingi o'rinda PSG wunderkindi Désiré Doué va uning Chempionlar Ligasidagi super goli. Doué bitta himoyachini ortda qoldirib, kutilmaganda jarima maydoni tashqarisidan Coutinho uslubida zarba beradi. Hatto darvozabon ham ushbu to'pga tashlanmagan. Chunki birinchidan zarba kutilmagan va qiyin trayektoriyada yo'llanadi. Natija super gol va PSJning g'alabasi. 20-o'rinda argentinalik Julian Alvarez va uning Real Madridga kiritgan goli. Menimcha uning jarimadan urgan goldan ham ko'ra ushbu gol juda qiyin va chiroyli chiqqan. Kamavingadan o'tib, Julian uzoq burchakka zarba yo'llaydi va hatto so'nggi yillarning eng yaxshi darvozaboni Thibaut Courtois ham ushbu golni qaytara olmagan. Afsuski, ushbu shedevr Atleticoga keyingi bosqichga o'tishga baribir yordam bermaydi. Keyingi gol Monaco futbolchisi Magnus Akliushga tegishli. Futbolchi Vandersonning uzatmasidan keyin akrobatik uslubda darvozani ishg'ol qiladi. Shunchaki bu golga e'tibor bering. To'p Magnusning oyog'iga ideal kelib tushadi va zarba ham aniq yo'llangan. Monacoga 3 ochko, Akliush